oqlanib chiqib ketamanmi ishdan? Men chunki men bilaman что qilmaganman men bu jinoyatni. Men jinoyatchiman. Просто men bo'ynimga qo'yib qo'yib, advokat to'xtab turing, men tugatib olay, keyin berasiz. Hammash bilan qo'rqitib, ruhiy ta'sir o'tkazib, mendan eski sana bilan noqonuniy ro'yxat olishga erishgan. Menga nisbatan bosim bu. Tushunyapsizmi shuni? Mana video kamera bor. Bejari chimilliq bo'lmasdan ketar ekansan-da, bitta norasida qizni baxtsiz qilar ekansan deb turib, menga shunaqa gaplar gapirishdi. Omonatga hech qanday chaqiriq qog'oz berilmasdan shu kunning o'zida u o'zining to'yidan JKB xodimlari tomonidan olib ketilib, hech qanday asoslarsiz, ya'ni ushlab turish bayonnomasi rasmiylashtirilmasdan 6 soat davomida ushlab turildi. Xulosa emas bu. Xulosalar Bu xulosa emas. yoki ish holat bo'yicha so'roq qilib. Aniqlik kirityapman men. Men bu 40 mingga qarab qo'ygan joyim. Ma'lum ish. 40 mingga o'sha qarab qo'ygan joyi borligi uchun xizmat qilib o'tirsiz. Vaj keltirdi. Har bitta vajini men tekshirishga majburman. Bu mening vazifam. Men dalil beryapman. Tergovchi dalilni bermayapti. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsam, bu bola to'g'risini gapirayotgani hozir пока что tasdiqlanib ketyapti. Majburlab yozdirilgan bo'lsa, buni harakatida jinoyat bo'lmaydi. Siz jabrlanuvchisiz, unaqa o'dag'aylab gapirmasdan muomala qilib odamzoddan tuzuv gapiring iltimos. Sizdan olib ketgan puldan bir tiyin ham cho'ntagida qolmaganligi hozir ish bo'yicha tasdiqlanib turibdi. Men tuhmatga olib kelib qo'yapsiz. To'yim kun to'yimligini bilib turibsiz. Bu faqat olib ketgani uchun javob berasiz. Ish istagidan dodangiz pulidan pul olib ketgan, xolos. Tushunyapsizmi? Xolos. Ya'ni bu prosta kirib chiqdi. Men aytdim, kirasan, pulni olasan, olib chiqib berasan. Nimaga olganligini, nima ishlatilishini bilmagandi deb turib ko'rsatma beryapti sherik. Mazkur moddalar 924 ma'lum jazosini aylanishingizni qanday? Ya'ni barcha turdagi transport vositalarini boshqarish ko'rdan mahrum qilib 801 oy ozodlikdan mahrum etish jazosiga tayinlansin. Men tayinli etilmaganidan so'ng sud qahramon harakati. Ta'sir o'g'liga hamma narsa mumkin ekanda, o'shanda to'g'rimi? Antikorrupsiya. Assalomu alaykum, antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining hurmatli kuzatuvchilari. Tahriyatimizga kelgan navbatdagi murojaat Toshkent shahar Sergeli tumanida yashovchi fuqaro tomonidan kelib tushdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bugungi kundagi ochiqlik siyosatlaridan belgilangan qonunchilik asosida foydalangan holatda bir jinoyat ishi agar buni jinoyat deb bo'lsa, tarixini yoritish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumani sudida taraflarning roziligi bilan hamda belgilangan qonunchilik asosida boshidan oxirigacha qatnashdik va shu sud majlisi haqidagi qismlardan iborat bo'lgan ko'rsatuvimizni siz kuzatuvchilarimizga taqdim etmoqchimiz. Zero siz ham bugungi kundagi sudlarimizning nechog'li adolatli o'tayotganini ko'rib xulosa chiqaring. Siz kuzatuvchilardan esa birgina iltimosimiz, ko'rsatuvimizni tomosha qilib, o'z fikringizni izohlarda qoldirasiz degan umiddaman. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi sudyasi Xaliknazarova Dilnoza Akbarovna, Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasi prokuror yordamchisi Bakiyev Otabek Muratovich, jinoyat ishi doirasida ayblanuvchi sifatida ishga jalb etilgan Omonov Abdurahmon Olimo'g'li. Sud majlisida razlik qiluvchining taraflar fikrini eshitgandan keyin bergan ruxsati bilan syomka qilishga ruxsat beriladi. Taraflar fikrini eshitdik, ajr qabul qildik. Ruxsatlarga, lekin ogohlantiramiz. Sud ommaviy axborot vositalari vakillarini tarqatilayotgan axborotning to'g'riligi, haqqoniyligi, xolisligi va ishonchliligi uchun javobgarlik haqida ogohlantiradi. Bayonnomaga kiritamiz. Bu haqda sud majlisi bayonnomasiga yozib qo'yiladi. Sud majlisida ishtirok etayotgan va uning borishini qayd etish huquqidan foydalanayotgan shaxslar tomonidan bu huquqning suiiste'mol qilinishi sud majlisi tartibini buzish hisoblanadi va tegishli chora qo'llashga asos bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Sudlari to'g'risidagi qonunning 66-moddasiga muvofiq ommaviy axborot vositalari o'z xabarlarida muayyan ish yuzasidan sud muhokama natijalarining oldindan o'zicha hal qilib qo'yishga
yoki sudga har qanday shaklda bo'lmasin ta'sir ko'rsatishga haqli emas deb asosiy joylarni o'qib berdi. Bu kelishilgan plenum qarori. Shuning uchun shu plenum qarori ta'siridan tashqariga chiqmaymiz. Ma'lumotga shu bo'yicha o'zim fikrimni aytsam, biz doim sudlarda qatnashgan bo'lsak, sud jarayonlari umuman tugagandan keyin yoritish boshlaymiz. Albatta unaqa holat talqin qilinmasligi uchun, ya'ni sudga ta'sirini o'tkazdi, shu bahoni shu yo'l bilan qanaqa bosim qildi degan maqsad qanaqadir bo'lmasligi uchun biz videoni hammasini olib boramiz va ish tugagandan keyingina o'sha 2 qismga, 3 qismga ishga qarab yoritib boramiz. Guvoh tariqasida so'roq qilish lozim bo'lgan tarqama ushlangan ekan, lekin qidiruv sevgili tomonidan bo'lgan. Bizni tergovchimiz hali xabari yo'q. Sababli hozircha halicha sudmasini qoldirib turganmiz. Yaxshi, keyingi hafta davom ettirsak, buni belgilaymiz Doniyor bayramdan so'ng. Ikkinchi ishga birlashish desa sharoit yaratib qo'yamiz. Agar birlashadigan bo'lsa. Siz qachon kelamansiz, jabrlanuvchi? O'zbekistonga qachon qaytasiz? Men 2 oysiz kelmayman, sababi bo'pti. Ammo biznes uchun turadi, to'g'risini aytsam. O'shanga 2 oysiz kelmayman, 15-yanvardan kelaman. Demak, siz o'sha onlayn tarzda ishtirok etishga sharoit yaratib beramiz, e'tiroz yo'q-ku? Rahmat. Juda yaxshi bo'lardi, mana shu bir kun oldin aytib qo'yishsa, mana shu sizni yordamchingiz biroz aytib qo'ysalar, ertaga mana shu payt boshlaymiz. Shu kunga men tayyor bo'lib turaman. Sababi mening ishlarim bor, shunga. Hozircha shanba kuni seshanba kunimiz soat 4 bo'sh ekan. Himoyachilarda e'tiroz yo'q bo'lsa, seshanba kuni soat 4 ga qoldiramiz. Bemalolmi? Xo'p, 9-dekabr soat 16:00 da davom ettiramiz. Jabrlanuvchi baxabar bo'lib turing. Tanaffus. Rahmat. 9-dekabr. Va soat 16:00 Toshkent vaqti bilan. Bo'ldi, rahmat kattalar. Tanaffus. Ayblov xulosasi bilan tanishib chiqdim dedingiz-a? Tanishdim. Huquq va burchlaringizni tushuntirdim o'tgan sudmasida. Ayblov xulosasi bilan tanishgan bo'lsangiz mazmuni tushunarlimi? Tushunarli. Aybga iqrormisiz? Yo'q, mutlaq iqror emasman. Iqror emas. Sud tergovi davomida dalillarni tekshirish navbati bo'yicha fikrlaring qanaqa edi himoyachilar? Jabrlanuvchi, ayblanuvchi, keyin guvohlar. Jabrlanuvchi, keyin ayblanuvchi, keyin guvohlar. Jabrlanuvchimiz o'ylaysizmi? 10 daqiqada o'tadi. E'tirozlar yo'qmi? Jabrlanuvchidan boshlasak? Sudga faqat to'g'risini gapiraman deb tilxat yozib berishingiz kerak bizga. Bo'ldi, xo'p, bo'ldi. Yolg'on gapirsangiz javobgarlikka tortamiz. Ha. O'tgan safar sudmasida sudlanuvchimiz taniyman dedingiz-a? Sudlanuvchimi? Taniysizmi? Ha, taniyman. Ha, taniyman. Bo'lib o'tgan voqeani aytib bering bizga. Voqea qanaqa bo'lib o'tgan? Polnisimi yo imенно qanaqa tanishganmanmi, nima hammasini aytishim kerakmi hozir? Tanishganingizni aytyapsiz, tanishganman deyapsiz. 1 yil oldin tanishganmisiz? 1 yil 4 oy oldin. Keyin nima voqea yuz berdi, shuni aytib bering. Men nima deysiz? Qanaqa qilib pul berdingiz, nima maqsadda, shuni aytib bering. 2024-yil sentyabr, avgust oylarida Yakkasaroyda ofis bor edi. O'sha ofisda bu odamning bitta akasi bor edi. Sobir degan, Hajimatov Sobir. U bola bilan biz ishlardik. Pul oldi berdi ular bilan ba'zi bir ishlar qilib yurardik. Bu ikkita eshikli mashina haydab yurardi o'sha payt. Undan keyin holat qanaqa bo'lgan? Hojimat Sobir bilan ish davom etgan. Bu Gem Motors menda bor degan. Gem Motors degan avtosalon. Qancha mashina olib kelamiz, tutashida mashina qilib bo'lgandan keyin o'zaro kelishuv qilganmiz. O'zaro kelishuvda nima bo'lganki, nima bo'lardi? Mashina olib kelamiz, o'sha foydasini bo'lishamiz, shu maqsadda bo'lgan shu.
Mashina olib kelamiz. Foydasini bo'lishamiz. Xitoydan. Da. Jami necha pul bergansiz? Foydasini bo'lish uchun? Jami 140 ming dollar. 140 ming dollar bergansiz. Keyin nima bo'lgan? O'sha keyin ozgina vaqt o'tgan, men u paytda O'zbekistonda bo'lmaganman. 5-noyabr kuni uyimdan kelib olib ketishgan. Uyimdan olib ketgandan keyin ancha vaqtdan keyin Toshkentga kelgandan keyin telefon qilganman. Telefon qilgandan keyin bitganman. Nima qanaqa deganimda ana mana deb bergan. Keyin borib turib ichki ishlar organiga murojaat qilganman. Dekabr oxirlarida menga telefon qilib turib so'rashgan. Bu odam Oybek emas ekan, Abdurahmon ekan deyishdi. Bo'lishi mumkin emas, men Oybek deb tanishtirganman dedim. Bordim, haqiqatdan oti Oybek emas ekan, Abdurahmon ekan. Gaplashdim. Keyin tilxat yozib berishga kelishdik. Tilxatni ko'chada yozib bergan, o'sha hamma narsasini yanvar oxirigacha srok oluvdi. Keyin mana qilib mashg'ulotga keldik. Tilxatni qayerga yozib berdi? Tilxatni Grilli yonida. Qaysi vaqtda? Shu dekabrda yozib bergan. Siz yonida turdingizmi? Yonida turganman, yonida vizaga olib turganman. 6-noyabr kuni tilxat turibdi ish materiallarida. Shu tilxat haqida gapiryapsizmi? Ha. 140 ming AQSh dollari oldin deb yozishgan. 140 ming AQSh dollarini oktyabr oyida olishgan bo'lyaptimi shunaqa? Yo'q, noyabrda olishgan. Noyabr oyida olishgan. Kimning qo'lidan olishgan? Men dodamdan qo'lidan olib ketishgan. Familiyasi kim dodangiz? Muborak, Ikramov Muborak xo'ja. Bittada 140 ming dollar olib, noyabr oyida qancha foyda berish kerak bo'lgan sizga? Qanchadan foydaga kelishmagan, mashina olib kelib turib, qancha ichidan foydani ikkiga bo'lishga kelishuv qilganmiz. Lekin men bunga mencha foyda berasan deb aytmaganman, chunki bu foizga kirib qoladi. Oyma-oy foyda haqida kelishmagansizlar. Yo'q, unaqa foiz u kerak unaqa bo'lmagan. Misol uchun 10 ming dollarga mashina olib keldim, 1000 dollar foyda ko'rsa, misol uchun tekis bo'lish mana shunaqa maqsadda. Misol uchun pul berib turib, mana senga deylik 10 ming dollar oyiga misol uchun 1000 dollardan berasan yo kuniga 100 dollardan berasan, unaqa maqsadda berilmagan pul. Tushundim. Prokuror hisobi. Chet elda ekanlar jabrlanuvchilik onlayn so'roqnoma beryapti. Qarang. Xo'p, yaqinlashtiraman-da. Shu odam haqida gapiryapsizmi? Ko'rdingiz-a? Kim tanishtirgan bu odam sizga? Kim? Azimatov bor. Hojimatov hisobi. Hozir qarang, pulni aytdingizki, men bu kishiga berdim do'st. Bularga berdim dedingiz. Kimlarga bularga? Bularga mashi Oybekga. Bularga. Bitta shuni o'zigami yo yana boshqa birov bormi? Yo'q, bitta shuni. Shularni o'ziga. Pul qanaqa ko'rinishda edi? Dollar ko'rinishda, dollar qanaqa 15 pochkami, 25 pochkami? 14 pochka. Tilxatni dodangizga yozib berganmi yoki o'zingizgami? Yo'q, menga yozib bergan. Siz nega pulni ulardan olib ketdingiz? Pul qarang. Pul olingandan keyin necha soatdan keyin yozib bergan? Necha soatdan keyin emas, pul olingandan keyin 1,5 oydan keyin yozib bergan. Ha, pul olingandan keyin 1,5 oydan keyin tilxat yozib berganlar. Xo'p, ne pul berish chog'ida yozib olmagansiz? Men O'zbekistonda kamdan kam bo'laman. Aha. Mana chunki hamma biznesim Qirg'izistonda ish zaradi. Siz O'zbekistonda bo'lmagan payti bu pulni berib olgansiz, ha? Da. Odamda videoda ham bor, pullarni olib ketayotgani, hamma narsa videoda bor. Ha, bor. Aynan bularni.
Keyin qarang, jinoyat ishi doirasida yana bitta odam bizda ayblanuvchi, qidiruvchi ajratilgan qism bordi. U kishini familiya yo'lchisi nima bilasizmi? Qaysi? Bularga sherik deb bo'layotgan kishi. Ma'lum. Kimga sherik? Bu haqida ma'lumot kelgan emas. Hojimatov Sobirda. Hojimatov Sobir bo'yicha. Hojimatov Sobirga umrimda uyda bursqa qilgan. Bu to'rduga bermaydigan insonman. U butun dunyoni mas'ulku. Nechta bor, qancha nima problemalar bilan Moskvaga qochib ketdi, keyin bunaqa bo'ldi. Hojimatov Sobir bularning nima aloqasi bor? Okasi bo'lsa, bu ukasiga bermagan ekansiz. Qanaqa ukasiga beribsiz pulni dolni? Men aytolmadim, men Sobir bilan avgust oyidan sentyabr oyida, oktyabr boshlarigacha pul masalasida ish qilardik. Akasi bilan. Akasi bilan Sobir bilan ish qilganda u o'sha yerda yurardi. Ana shu qanaqa bo'lgan? Men shu mashinalardan shug'ullanaman. Bir nechta o'sha yerda ko'rgan harfini markada keyin o'zim tarafdan munosabat o'zaro gap. Gapiring, eshitilyapti. Uzilib qoldi ovoz. Uzilib qoldi ovoz deyman. O'zaro ikkalamiz kelishuv bo'lgan bo'ldi. Bundan boshqa hech narsa bo'lmagan. Bo'ldi. Tasvir bor. Uydan olib ketayotganini, raspiskasi bor. Videoda raspika yozayotgan joyi bor. Aynan 140 ming bo'yicha akasi bilan kelishmagansiz? Yo'q. Hech qanaqa mashina olib kelish boshqa narsa. Bularni o'z mashina olib kelganini ko'rganmisiz? Nega ko'rdim? Oyoqrili olib kelganini. Oyoqrili necha marta ko'rganman. O'zida ham 4 yoshlarning yanında ko'rganman. Bo'ldi ozmush. Marhamat, kim o'chirdi, uzatilgan. Advokatlarimizda savollar bor. Sudlanuvchining advokatlari marhamat javob berasiz. Assalomu alaykum. Advokat Ahmedov, Umonov Abdurahmonov. Manfaatlardi. Hozir siz qarang. Kelishganmiz deyapsiz. Biza kelishdik, shu mashina oldi berdigi. Konkretni kelishuvingiz qachon va qayerda bo'lgan? Kelishuvimiz Telegramda bo'lgan. Telegram orqali kelishgansizlar. Ha, Telegram orqali kelishgan. Nima u? Audio yozmami, SMSmi? Azga o'tgan yaram aytdim-ku, men sizga yozmani o'chirmaganda menda turardi deb. Yuzlashtiruvda ham sizga bu narsani aytdim. Xo'p, mayli, buni menga aytmayapsiz, men sud eshitishi uchun bu savollarni beryapman. Men sizga nima javob beraman? Telegramdan o'chirib olsa, men qayerdan bunga skrin qilib yuraman men. Men adashmasam sizga boshqa savol berdim. Siz qaysi tartibda gapiryapsiz deyapman. Dalillaringiz bormi, yo'qmi degan savolgacha hali yetib bormadim. O'zaro kelishuv qilganmiz deyapman. Telegram orqali telefon, audio zvonokda qilganmisiz? Shuni so'rayapman. Audio zvonokda ham bo'lgan, audio zvonokda ham bor, переписка bo'yicha ham bo'lgan. Ha, хорошо. Keyingi savol. Mana hozir tilxat dekabrda yozilgan deyapsiz. Endi hozir ko'rsatmangizni men eshitib turgandim. Buni eshitmadim. Konkretni qaysi sana va soat nechida tilxat yozilgan? Men qachon o'sha ro'dagi men yozgandan keyin 3-4 kundan keyin, 5-6 kundan keyin bo'lgan. Kechqurungi soat 10:11 da. O'sha grillli tegidi. Mana tergovga bizni video taqdim qilgandik. Tilxat yozilish jarayonini videosini do'kondan olingan zapisi 28 dekabrdan 29 dekabrga o'tar kechasi soat kechqurun 12 dan keyin, to'g'rimi? Shu vaqt bo'lyaptimi? Shunaqa bo'lsa kerak. Tak, endi sizga savol.
tilxat tashkil ariza bilan murojaat qilgan vaqtingizda ichki ishlar organlariga bu tilxat mavjudmidi yoki ariza yozganingizdan keyin paydo bo'ldimi? Yo'q, bu narsa nima desa bo'ladi? Bu Oybek tarafdan menga предложение bo'lgan. Siz nima desa bo'ladi? O'zingizga uverin bo'lishingiz uchun men arizangizni qaytarib oling 15-yanvar kuni, 15-25 yanvar kuni pulni bermasam, yana qaytadan murojaat qila olasiz. Hozir menga shans berilganda bu taraf bu men tarafdan chiqmagan bu narsa. Men Oybek taraf o'zidan chiqqan. Boshqa savol berdim aka, eshitishingizni so'rab qolardim. Ariza bilan murojaat qilayotgan vaqtingizda bu tilxat bo'lganmi yoki ariza bilan murojaat bo'lmagan? Bo'lmagan. Nima sababdan tilxatni asli sanasi 28-29 bo'lsa 6-noyabr ko'rsatilgan? Endi siz yuridическийda o'qigansiz, men hech qayerda o'qimaganman-da. To есть iltimos qilsam bo'ladi. Prosta savolga javob bersangiz bo'ldi. Shunga tushuntirish berib ketsam bo'ladi shu odamga. Boydan beri norozi bo'lyapti-da nimagadir savol javob berayotganimizga. Biz sizni yo bularni manfaatda ish qilayotganmiz yo'q, biz haqiqatni aniqlashimiz kerak. Siz jabrlanuvchisiz, unaqa o'dag'aylab gapirmasdan muomala qilib odamzodlarni tuzuv gapiring iltimos. Bular ham advokat ishini qilyapti. Sudya, prokurorligini. O'sha uchun iltimos hammani hurmat qiling. Xo'p. Xuddi biz sizga должен deb gapiramiz. Unaqa qilmanglar iltimos. Хорошо. Shunda qarang. Savolim qo'ydigicha, bu tilxat A. Omonov ROVDga kirib chiqqandan so'ng yozilgan, to'g'rimi? To'g'ri. Sanasi 6-noyabr qo'yilgan. Lekin aslida 28-dan 29 shu 29-dekabr deb uslovni aytaylik. Nima sababdan eski sana qo'yilgan? Sababi pulni bergan kunim oxirgi tochka qo'yilgan kelishuvimiz kuni 6-noyabr kuni bo'lgan. Shu sababdan ham men endi sanasiga boshqa narsasiga ahamiyat bermaganman. Shuni hisobiga men 27-28 deb yozmaganman-da, 6-noyabr deb yozganman. Qarang, tergovga birlamchi bergan ko'rsatmangizga asosan savol qo'yaman hozir. Даже yuzlashtirish bayonnomasida ham bu qayd etilgan. Yuzlashtirish bayonnomasida siz 2024-yil 10-noyabr kuni siz O'zbekiston Respublikasida kelganligingizni va Omonov bilan Mirzoulbek tumani B ko'chasida ko'rishib olganligingizni, sizga shu vaqtda Omonov tilxat yozib berganligini va siz buni video tasvirga olganligingizni ma'lum qilgansiz. Biroq yuzlashtirish tergov harakati davomida biz bundan oldin videolarni taqdim qilganmiz tergovchiga, keyin yuzlashtirish o'sha savol-javobda erkin so'zlashuvdan birinchi aytib bergan holatingiz emas. Tilxat aslida 28-dekabr kunidan 29-dekabr kuniga o'tar kechasi olinganligini tasdiqladingiz. Nima sababdan siz birlamchi buni so'rog'ingizni ham yuzlashtirishingizni ham 10-noyabr dedingiz, keyin 28ga o'tdingiz. Sizni bu ko'rsatmani berishga kimdir iltimos qildimi yoki shunaqa yo'nalish berdimi? Tushunmadim. Men siz aytmoqchisiz-ki, o'sha 10-da men yozdirganmanmi? Siz so'rog'ingizni aytasiz, men 10-noyabr kuni yozib berganman tilxatni deyapsiz Omonov. Qanaqa qilib 10-noyabrda yozib beradi deysiz menga ROVDda ikkalamiz gaplashganimizda aytganki, nima desanglarda yozib bering mana shu narsani aytib aniq to'g'risida. Akajon, qarang, Muborak Xo'jayev, qarang mana sizni ko'rsatmangizni o'qib beryapman. So'ng 2024-yilning 10-noyabr kuni men Qirg'iziston Respublikasidan keldim va A. Omonov bilan Mirzoulbek tumani B ko'chasida ko'rishdim. Va shu vaqtda Omonov mendan 140 ming $dollardagi pullarni olganligi aytib tilxat yozib berdi. Va men ushbu holatni video tasvirga ham oldim. Ushbu tilxat va video tasvirni tergovga taqdim qilaman. Sizni ko'rsatmangizni o'qib beryapman. Buni siz yuzlashtirishga ham aytgansiz. Keyinchalik biz savol javob qilganimizda siz aytdingiz oxirida mana shu yuzlashtirishda ham qayd etilgan. Yo'q, tilxat aslida 28dan 29ga o'tar kechasi olinganligini. Nima sababdan bunaqa ko'rsatma berdingiz degan savol beryapman sizga. Sababi endi ancha vaqt o'tganligi hisobiga to'shning datasini men sizga hozir ham boshida ham aytmadim, hozir ham so'rardi. To'shning datasini endi 1,5 minutda uni
adashmasam siz bilan yuzlashtirish bo'layotganda har 1,5 yil o'tmaganda 4 oy o'tgan ekan. 4 oy o'tgandan keyin bunaqa ko'rsatma beryapsiz, 1,5 yil emas. Mayli, sizni shunda javobingiz eshitishimiz uchun Javobim просто adashib ketganman. Asli yozilgan o'sha 28-dekabr grilli tagida yozib bergan. Bo'ldi. Keyingi savol. Siz bundan oldin ko'rsatmangizda hozir aytdingiz, video bor, Omonov pullarni olib ketganligi haqida. Biz ham o'sha video bilan tanishib chiqqanmiz. Endi o'sha videoga ko'ra savol. Sizda pullar sanab olinganligini, qabul qilinganligini, paketning ichida nechta pul borligini tasdiqlovchi video bormi yoki yo'q? Ya, точный summa, то есть o'sha 140 ming ichida borliginimi? Da, paketning ichida nechta pul borligini tasdiqlovchi video bormi? Ha, yo'q, tasdiqlovchi yo'q. Ko'rsatmangizda bo'ldimi? Keyingi savol aka. O'sha berilgan pul to'lanamiz. Ko'rsatmangizda ma'lum qilingan 140 ming AQSh dollari aslida kimga tegishli bo'lgan? Men o'zimga. O'zingizga tegishli bo'lgani. Mayli, u savolni keyin. Yana bitta savol, sizni xabaringiz bormi o'zi bu pulda buvingiz o'zi xabari bo'lganmi yo'q, nechta pul borligini ichida? Pullarni sanab ko'rganmi? Buni bilasizmi yo'q? Yo'q, buni sanamaganman. Qanday olgan bo'lsa shundan beri olganman. Bo'ldi. Boshqa hozircha savol yo'q, hurmatli. Menda savol bor. Marhamat. Assalomu alaykum. Familiyangizni eslatib o'ting. Advokat Rahimov. Assalomu alaykum. Omon Abdurahmon advokati. Tak, siz mashina olib kelish bo'yicha kelishuv qilganman deyapsiz Omon Abdurahmon bilan. 140 mingga. Qanaqa aynan mashina olib kelish bo'yicha markalari bormi, shartnomalari bormi uni sizda? Hech qanaqa shartnoma bo'lmagan. O'zaro просто og'zaki kelishuv bo'lgan. Har xil mashinalar, misol uchun kichkina mashinalarga deylik 500 dollardan 1000 dollargacha, katta mashinalardan 1000 dollardan 2000 dollargacha foyda qolishini aytib o'tib ketgan. Shunaqa kelishuv. Aynan model kelishilmaganmi qanaqa mashina olib beramiz? Qanaqa model olib kelish bo'yicha kelishuv bo'lmaganmi? Aynan qanaqa mashina olib kelish bo'yicha? Aytaman, har xil, kichkina mashinadan katta mashinaga misol uchun har xil bo'lgan. Buni ishi misol uchun yangi mashina bilan ham, eski mashina bilan ham har xil mashinalar aytilgan, tushunasizmi? Shundan demak, konkretni qanaqa mashina olib kelish bo'yicha modellari kelishilmagan. Yo'q. Yana savol mana aytyapsiz, 24-yil avgust-sentyabr oylarida bizani Sobir tanishtirgan. Hojimat Sobir men siz bilan Omon Abdurahmon tanishtirgan deyapsiz, to'g'rimi? Shu 3 oy vaqt o'tib siz notanish bo'lgan odamga 140 ming AQSh dollari hech qanaqa tilxatsiz, zapislasiz shunda topshirib yuborganmisiz? Kelishuvsiz, shartnomasiz. Alo. Gapiravering, eshitilyapti. Men chunki ishim shu, men tadbirkorman. Qatta foyda beradigan joy bo'lsa, o'sha joyga men pul tikib yuraman. Yo'q, 3 oygina tanisa o'sha odam beraverasizmi 140 ming AQSh dollar? Katta pul-ku. Kerak bo'lsa bir kun tanisam. Odam yaxshi bo'lsa bo'ldi. Demak, pul berayotgan paytingiz hozirgi kunga qadar ushbu tilxatdan boshqa hech qanday dalil isbotingiz yo'q. Kelishuv bo'lganligiga. Bu tilxatdan tashqari video bor, tilxat bor, yana video. Yo'q, kelishuv masalasida. Mashina olib kelib beraman deb va'da bergan deyapsiz-ku, o'sha kelishuv bo'yicha shu tilxatdan boshqa dalilingiz bormi? SMS yozishmali, audio yozishmali, video? Yo'q. Yo'q, ha? Yo'q. Rahmat, boshqa savol. Sudlanchida savol bormi? Hozircha Yo'qmi? Hech kim qo'yib qo'ying. Sudlanchini so'rog'iga o'tamizmi? Marhamat. Eshitamiz. Alaykum assalom. Baland ovozda gapiring, eshitamiz. Xo'sh, 6-noyabr kuni ertalab soat 9 atrofida Hojimat Sobir aka telefon qildi. Telegram orqali Rossiyada bo'lganliklari uchun telefon qildi. Qahramonlarga telefon qilib, narsa beraveradi. O'shani ko'rishib olgan dedi. Xo'p, telefon qildim qahramonlarga. Qahramonlar Qorasuvga keldi dedi. Qorasuvga bordim.
to'y Qorasuvga keldilar, mashinam yo'ligi uchun Azim degan o'rtog'imni chaqirib, uni Damas o'ziga tegishli bo'lgan Damas mashinasi birga bordik. Qorasuv Lukol zapravkadan o'tgandan keyin Sobir akamdan, Hojimat Sobir akamdan olgan mashinalarida turishgan ekan. Lukol zapravkadan o'tgandan keyin tushdim, so'rashdim. Aytdilar, bo'ldi, orqamdan haydab bir joydan olamiz dedilar. Xo'p, turib orqalaridan yurdik. Keyin o'sha Qorasuv ko'chada devor orqasida ko'cha bor ekan, o'sha Shlagbaumli ko'chaning boshiga to'xtadik. To'xtagandan keyin tushdim, mana tushdim. To'y ko'rsatib, mana shu uyga borib pul olgin, narsa olgin dedilar. Pul nima dedi? Narsa olgin dedilar. Ne o'zi kirmayapsiz desam, menga bermaydi. Yusufmidi? Yusuf qahramonga. Menga bermaydi, urushib qolganman deganlar bilan. Keyin men aytdim, "Xo'p" dedim. Hech qanaqa menga unaqa shubhali ko'ringan narsa yo'q edi. "Xo'p" dedim deb bordim. Bordim, Oybekmanni tanishtirgan deb aytdilar. Oybekmanni tanishtirdim o'zimni. Tanishtirganimdan keyin Do'da chiqdilar, o'sha Do'da Oybek sanmi, sen uni ko'rmagan ekanman dedilar, qaytib kirib ketdilar. Oradan 1-2 minut vaqt o'tib, yana qaytib chiqib, Capital Bank sariq paketda, kichkina paketchasida mana bolam 90 ming deb qo'limga pul berdilar. 90 ming qo'limga pul berdilar. Bo'ldi, xo'p, rahmat dedim, ketdim. Chiqayotganimni ko'rib, qahramoniki mashinani haydab, menga telefon qilishni boshladi. Telefon qildilar, ko'tardim, orqamdan haydabdilar. Keyin orqalaridan yurdim. Ko'chaning boshiga yetmasdan Astonovga bordim. Astonovkaning yonida to'xtadik, tushdim, qo'llariga paketni berdim. İchidan 40 ming pul olib turib, mana okamga berib qo'yibdi. 50 ming pul berdilar menga. Sobir akamga 50 ming pul berdilar. Bo'pti, xotinimni ketdim. Yo'lda ketayotganda Sobir akamga telefon qildim. 50 ming pul berib yubordilar dedim. Bo'pti, xo'p, 14 mingni Akmal akaga berib qo'y, 36 mingni Vodiy Pitakka qarab yursang, telefon qilib olishadi dedilar. Xo'p dedim-da, yo'lda ketayotganda Azim ish chiqib qolgani sababli Jahon akam Hoshimov Shohjahon oldilar 12-bekatga bordim. Bundan keyin Akmal akaning uylariga bordik. Akmal aka uylarida yo'q ekan, qo'shnilari Sobir akaning ukasi, Hojimat Sobir akaning ukasi Fayzillikiga 14 ming dollar pul berib ketdim. 14 ming? 14 ming dollar. 14 ming dollar pul berdim-da, keyin Vodiy Pitakka qarab telefon qilishdi. Eshitdi, Sobir akam aytdilar deb turib, ularga 36 ming pul berib yubordim. Shu bilan o'zimni ishlarim bilan bo'lib yurdim. Oradan ancha vaqt o'tdi. Taxminan 20-dekabr atrofida arizachi Bashar xo'ja telefon qilishni boshladi. Telefon qildilar, uyimdan olib chiqqan pullarni anaqa bering, qo'yib bering dedilar. Men qo'yib qo'yolmayman, men sen bilan kelishmaganman. Men sendan qarz olmayman, qarz so'ramadim. Qanaqa men anaqa qilaman? Men so'rab, okangizdan so'rab olib bering dedi. O'zingizga kelishib olinglar, men o'zimni momoyim, o'zimga yetarli. Yaqinda to'yingiz ekan dedi, momo bo'lib qoladi dedi sizga dedi. Keyin men nima momo bo'lishi mumkin dedim, o'zingiz kelishib oling dedim. Men Sobir aka bilan Qahramon akadan so'rab oling pulingizni dedim. Men bilmayman dedim. Keyin shundan keyin bo'pti, xo'p dedi, mana telefonni qo'yib qo'ydim. Keyin orada Qahramon Yusupov Qahramon akani ayollari telefon qilib eslayman. Telefon qilganda har xil ko'rik ko'tarmaydigan gapirib tashlagandan keyin shu telefonlarni ko'tarmay qo'ydim. Keyin SMS yozdilar, to'yingiz zo'r syurprizim bor. SMS yozdilar-da, keyin shu bilan unga ham ahamiyat bermadim. 28-dekabrda men to'yim edi. 28-dekabr kuni to'yim bo'lgani sababli kelinni aylanishdan olib keldim. Taxminan soat 6:30 atrofida uyda kichkina to'y qilyapti. Kelinni aylanishdan olib keldim. Ikkita xodimlar kelishdi. O'zi jinoyat qidiruv bo'limidan emas deb. Ikkita xodim kelib turib, biz bilan borishing kerak. Bormasang bo'lmaydi. Holat mashina holat bo'yicha deyishdi. Keyin otam baraka topib, kun to'yi ko'rib turibsizlar. Ertaga nima bo'lsa, o'zim olib boraman. Qatga desang. Bugun anaqa qilmay, bugun men chetga tortib qo'lingga kishan solib anaqa uydagilarning oldida anaqa bo'lib qolmagin dedi. Shu bilan men ham o'zim ham xijolat bo'ldim-da, ozgina noto'g'ri anaqaga tushib qolmay deb turib, bo'pti, xo'p, adamga aytdim. Borib kela qolib, yarim soatda qo'yib yuboraman deyapti-yu. Yarim soatda qaytarib yuboramiz deyishdi. Xo'p deb yarim uydan pasportimni olib chiqdim. Bu degan emas, Mirzo Ulug'bek IIBga olib kelishdi. Olib kelgandan keyin jinoyat qidiruv bo'lim boshlig'ining xonasiga olib kirishdi. Ismlari adashmasam Abdulhamid aka edi. Olib kirishdi. Abdulhamid aka so'radilar, nima holat bo'lgandi? Mana 6-noyabr kuni bo'lgan holat hammasini
ro'y-rost gapirib berdim. Gapirib berganimdan keyin aytdilar 90 ming emas, 140 ming deyapti-ku dedilar. Men 90 ming olib ketganman, 140 ming olmaganman dedim. Keyin aytdilar, tan oladimi ish qilib bergan odamlarning 90 mingni oladi. Olgandan keyin dedim, qo'liga olgan o'sha pulni men просто berib olganman pulni. Men hech qanday anaqa qilmaganman desam, bo'pti xo'p dedilar-da, tekshiringlar dedim. Qamayman deb menga anaqa qildilar-da. Qamaysam, sen sholg'om qo'shibdi dedilar. Bechara chimilliq ko'rmasdan ketarkansan-da. Bitta norasida qizni baxtsiz qilarkansan deb turib menga shunaqa demak gaplar gapirishdi. pulni olishdan oldin Muborak Xo'jayev bilan gaplashganmisiz? Yo'q. Telegram orqalimi, yuzma-yuzmi, umuman telefondami gaplashganmisiz? Yo'q, Bashar Xo'ja bilan men umuman shaxsan tanish bo'lmaganman. U inson bilan tanish tugul bir-birimizni ismimizni aytib tanishtirmaganmiz ham bir-birimizga. Men u shu bilganman Bashar Xo'ja. Bo'ldi, men undan u yoqqa o'tmaganman. Tilxatni qachon yozib beryapsiz? To'yim kuni. Nima uchun? Holat bo'yicha o'sha menga shu gaplarni gapirib keyin men so'radim. Tekshirib ko'ringlar dedim. Men hech qanaqasiga bu inson bilan gaplashmaganman bu. Deganimda keyin o'sha jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Bashar Xo'ja bilan do'dalarni chaqirishdi. Do'dalarga kelib men nechta pul olganimni bilmayman, nechta pul berib olganimni bilmayman dedi. Keyin Bashar Xo'ja har xil tuhmatlar qilib, o'sha yerda ham mana qildi. Keyin meni jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'iga xonasiga chaqirdi-da. Sen gap tashyapti-ku, nima gapirmayapsan dedi. Gapiraman, meni hech kim eshitmayapti dedi. Men tushunmayapman hozir nima bo'layotganini. Qamalib ketuvimsan. Xat yozib berish sizga nima sabab bo'lyapti? Sabab menga ruhiy ta'zib o'tkazishyapti. Kim o'tkazyapti ruhiy ta'zib? Ruhiy ta'zib to'yim kuni olib ketishyapti. O'shani o'zi men uchun ruhiy ta'zib hisoblanmaydi bu narsa. Hurmatli rais etuvchi. 28-dekabr? 28-dekabrda men to'yim bo'ldi. To'yingiz kuni. To'yim bo'layotgan Kim joyda. kelyapti u xonaga? Kim kelyapti deysiz? Xodimlar Azimov, Azamat bittasini ismlarini bilaman, qolganlarini bilmayman to'g'risi. Azimov, Azamat kelyapti. Xo'p, keyin olib ketyaptimisiz? Olib ketishyapti. Qayerga olib ketyapti? Mirzo Ulug'bek uyiga. Guvda xodimiman deb. Guvda xodimman olib ketyapti. Tilxat yozish tartibini aytib bering, qanday qilib yozib beryapti tilxat? Tilxatni men to'g'risi boshida menga tilxat yozib berasan degandan keyin men Bashar Xo'jaga qarzga deb yozib beraman dedim. Qarzga deb yozib beraman desam, yo'q, qarzga emas, mashina olib kel, mashina biznes uchun yozib berasiz. Mashina olib kelish biznes uchun deb turib yozib berasiz dedi. Keyin men bo'lmasam qonuniy chora ko'rib qolaylik deganda men qonuniy chora faqat qamoq bilan deb o'ylaganman. Men bunaqa holatga hech qachon tushmaganman. Qamoq bilan bo'ladi deb o'ylaganman, shu bilan tilxatga yozib berganman. Tilxatni qayerda yozib beraman? Mirzo Ulug'bek ro'didan chamasi bir 50-60 metr naryoqda ko'chada. Ko'chada xodimlarning guvohligida yozib berganman. Xodimlardan kim? Azimov, Azamat bilan shu meni olib ketgan xodimlar. Uyim o'sha to'yim botgan joydan olib ketgan. Yo, Azimov, Azamat bilan ikkinchisini bilmayman to'g'risi. Demak, shu Azimov, Azamat va yana yonida o'sha sheriklar xodimmi u ham? Labi? U ham tezkor xodim? Ular ham tezkor xodim. Ishtirokida tilxat yozyapsiz. Tazyiq o'tkazilgan o'sha paytda sizga tilxat yozayotgan vaqtingizda to'ydan olib chiqib ketishmaydi. Tazyiq ruhiy tazyiq o'tkazilgan. Qanaqa? Qamalasan deb. Keyin menga o'sha qamalasan degandan keyin o'sha yaxshi gapirishni boshlashdi. Qamalasan deganligi uchun siz nima haqda tilxat yozib beryapsiz? Mashina olib kelib beraman biznes uchun deb. Seni qamamayman deganda tilxat yozib beraver degan. 500 mingga so'rasa deb yozib bergan. Xo'p, yana nima qo'shimchalar? Yana qo'shimcham Abdulhamid aka shu ichkariga kirgan paytimda xonalarga chaqirdilar. Yeb tashyapti, seni gapirgin. Otingni qara ko'chada bechara turibdilar. Qamalib ketuvingsan-ku deganlarda men shu paytda tushunmay qoldim nima bo'lishini. Qo'yib yuboring dedim. Uydagilaringga Sobirni topib kelishsin dedi. Keyin men aytdim, qo'yib yuboring, men o'zim topib kelaman dedim. Hozir to'yim kuni qamab qo'yasizlar dedim. Nima degan odam bo'laman dedim. Keyin shundan keyin variant bor dedilar, variant bor dedilar. Bashar Xo'ja bilan kelishasan dedilar.
kelishmaydi ko'rib turibsiz, qanaqa tuhmat qilib tashlayotganini dedim man. Shundan keyin xonadan chiqazib, Bashar xo'ja bilan bir ikki minut gaplashib, mani ikkalamiz ham bitta xonaga qo'yishdi. Bashar xo'jaga aytdim men. Men tuhmat qilib olib kelib qo'yapsiz, to'yimligini bilib turibsiz. Bilib turib olib kelib turib, mendan tilxat anaqa pul so'rayapsiz. Keyin men deb agar dedim, mendan pul undirish maqsadingiz bo'lsa, menda unaqa pul yo'q dedim. Men keyin bular mayli uni qonuniy chora ko'rib olishsin deb turib, mana shu gapni ushlab oldim. Men shu qonuniy chora faqat qamoq bo'lsa kerak, men qamoq qo'yishni qanaqa holatga tushib qolishimni o'zim bilardim o'sha payt. Keyin undan keyin bular nima qilish kerak endi dedim. Bular aytdiki, tilxat yozib bering dedi. 90 ming yozib beraman dedim. Boshida tilxat yozmayman, yo'q 90 ming yozib beraman dedim. 90 ming emas, 140 ming yozib berasiz. 90 ming hal qilib berasiz dedi, 140 ming bo'ldi. Shu bilan ishingiz hal bo'lib ketadi dedi. Abdulhamid akani oldilariga chiqdimda, Abdulhamid aka raspiska so'rayapti. Men ularga ishonchim oshib ketgan edi. Men davlat xodimi baribir. Menga yordam berishadi deb o'ylaganman to'g'risi. Chunki men aybsizman, yo'qdi. Yordam beradilar deb o'ylab borib turib shu paytda 140 mingga raspiska so'rabdi. Yozib beraver, 500 mingga so'rasa yozmaysanmi dedi. 90 ming olgan odam, bergan odamlarga tasdiqlaydimi, oldim deydimi dedi. Oldim deydi, olgan-ku dedim. Bu oldim desa bo'ldi, 90 mingni men o'zim qotirib beraman senga dedi. 500 mingga so'rasa yozib beraver dedi. Senga hech qanaqa problem muammo bo'lmaydi dedi. Bu xo'p dedim-da, agar muammo bo'lmaydigan bo'lsa, men to'g'risi tushuncham yo'q bu narsa bo'yicha. Muammo bo'lmasa dedim-da, chiqib turib yozib berdim keyin. Tushundim. Prokuror savol Yo'q. Himoyachilar. Savol bersam maylimi? Hozir himoyachisi berib olsin navbatli. Mana hozir siz aytyapsiz, sizga shu ruhiy tazyiq o'tkazildi, bu kuni olib ketildi. Sabab bo'ldi tilxat yozishingizga. Bu holat bo'yicha shikoyat kiritganmisiz yo'q? Shikoyat ariza kiritganman MVDga, Generalniy prokuraturaga, Respublika prokuraturasiga, shahar prokuraturasiga, Milliy xavfsizlikka shikoyat kiritganmisiz? Kiritilgan. Bu holat bo'yicha sizda qanaqadir bir dalilda bormi? Shu haqiqatan to'y kuni olib ketdi. Xodimlar sizga shu qo'pol aytganda yo'nalish berishdi aytyapsiz-ku uni. Xohlasang 500 ming yozib ol. Endi ko'rsatmangizda anaqa gaplar ham bor, zapislar ham bor. Germaniyaga yozmaydimi? Bu qatdan kelib chiqyapti bu narsa? Bu holat bo'yicha o'sha nima ozaniq shikoyat xati kirgizilgandan keyin shikoyat xati kirgizganman. Shikoyat xatidan keyin meni anaqa chaqirishgan. Mirzo-Ulug'bek Bero'diga. Mirzo-Ulug'bek Bero'diga chaqirib, bitta xodim kutib olib, portalchi deb nomlashar ekan. Shunaqa deb tushundim men. Ular xonalariga olib kirdilar. Holatni so'radilar. Men shu to'yim kuni bo'lgan 28-dekabr kuni bo'lgan holat hammasini ro'yros qilib qog'ozga tushirib berdim. Keyin ular ozgina hayajon bosib, boshliq chaqiryapti. Shunaqa chiqib kelaylik dedilar. Men chiqmayman dedim. Men gaplashadigan gapim yo'q bu insonlar bilan. Keyin advokatim bilamas ulardan oldin ham advokatim bor edi. Advokatim "Yuring, nimadan qo'rqasiz? Men turibman-ku" deb turib yonlariga chiqqanimizda Abdulhamid aka advokatimga ozgina yolg'on aralashtirib, shu kuni bo'lgan holatni gapirib berdi. 500 mingga bo'lsa ham yozib beraver degan gaplarni audio, video zapislari bor. Taqdim qilingan bo'ldi. Taqdim qilingan. Tergovchiga ham taqdim qilingan. Tergovchi lekin to'g'risi oxirida meni qamamoqchi bo'ldi, qolasan bugun degandan keyin audio, video zapislarda nima bor edi, o'sha kuni eshitib o'tirdi. Ungacha hech qanaqasiga o'rganmadim mana ishni. Qachon bo'lyapti shunda? 4-sentyabr kuni. Zapislar qachon taqdim etilgan? Zapislar mart oylarida taqdim qilingan. Shu boshida anaqa tergov boshlanishida. Mana hozir siz aytyapsiz, bu holatdan siz foyda ko'rganmisiz yo'qmi? Mana shu pul olganingizdan, olib borib berganingizdan, ko'rsatmangizdan. Men umuman $1 ham pul olmaganman o'tdim. Yusupov 40 ming olganligini ma'lum qildingiz, to'g'rimi? Buni tasdiqlovchi yo dalil, yo guvoh bormi?
guvoh shu o'rtog'im shu Damas rusumli mashinasi bor, Azim. Vahobov Azim. Ya'ni Yusupov pulni olayotganda qatnashgan. Qatnashgan, meni borishim bilan pulni olib, Qisqa javob bering, bu. berdim. Keyingi savol. Siz o'z ko'rsatmangizda aytasiz, men pulni aslida Yusupov Qahramondan olishim kerak edi. Lekin Qahramon menga mana shu uyni ko'rsatib, o'sha yerdan olib chiqasan deb aytdi. Endi bez podrobность shunaqa. Bu holatda ham o'sha Azamat qatnashgan, Vahobov Azim qatnashgan bu holatda yo'q. Yonimda birga bo'lgan, mashina uniki bo'lgan chunki. Boshqa savol yo'qmi? Savol bor. Ikkinchi mana jarayonni tushuntirib bering. Qanaqa qilib kimlar borgansiz o'sha uyga, o'sha birinchi qahramonni ko'rishganman deyapsiz-ku, qahramon yontirib oldi o'sha uyga. O'shani tushuntirib bering. O'zingiz borganmisiz qahramon oldiga? Qanaqa mashinada borgansiz? Qanaqa ko'rishgansiz? Qayerda ko'rishgansiz? Shuni to'liq tushuntirib bering. Nima sababdan borgansiz? Kim aytgan sizga yoqqa borishga? Yo'q, Qahramon Sobir aka, Hojimat Sobir aka borib turib, Qahramon akadan narsa olasan deganlar. Qahramon akani oldilariga borib turib, Qahramon aka yur bir joydan olamiz deganlar. Shu holat bilan orqalaridan mashinalardan yurib borganman. Men qayerdan olish, nima olish kerakligini ham bilmaganman. To'xtang. O'sha Qahramon bilan ko'rishingizdan bitta borib ko'rishganmisiz? Mashinalari turgan bo'lgan, orqalaridan kelib to'xtaganmiz. Kim bilan to'xtagansiz? Kim bo'lgan? Vahobov Azim bilan. Vahobov Azim birga bo'lganman bilan. Hop, keyin ko'rishdinglar birga. 3 kishi bo'lyaptimi shunda? 3 kishi bor. Aytib bering. Ko'rishdik, shu bilan shu devor orqasidagi ko'chaga kirib, bir shlagbaumli ko'chani boshiga to'xtadik. To'xtagandan keyin Qahramonga tushdilar, mashinalar, men ham tushdim. Tushganimdan keyin menga bir uy ko'rsatib turib, borib oybayman degan, shunda narsa berib yuborishadi. San olgin dedilar. Nima men olaman desam, menga bermaydi. Men urushib qolganman uydagilar bilan. Bo'pti, xo'p dedim-da, kirib olib chiqaverdim men. Olib chiqqaningizdan keyinchi? Olib chiqqanimdan keyin meni ko'rib, mashinani haydab ketib keyin telefon qilib orqamdan haydab dedilar. Orqalaridan haydab, shu Astonovkani yonida uncha ko'p ham yurmadik. Taxminan 1 kilometrcha yurdik. Astonovkani yonida to'xtab, bo'ldi. O'sha yerda pul pulni shu paketni berdim qo'llariga. Polniy pullarni. Polniy hamma pulni berdim qo'llariga. Ana bola hali ham o'sha yerdami, kesib qolmadimi? Azim yonimda edi. Yonimda birga edi hali. Shu bilan kirib ko'rib turdimi? Ko'rib turdi. Faqat shu mashinada orqa bekatdan to'xtab, shu orqasida bizni to'xtab, shunaqa holat bo'lgan. Men pulni berdim. 40 ming pul olib turib, mana 50 mingni akenga berib qo'yasan deb turib pulni berdilar, bo'ldi. Qaysi akenga? Sobir akenga. Hojimat Sobirgami? Ha, Hojimat Sobir akaga. Hojimat Sobir aka telefon qilib, Hojimat Sobir akani ko'rsatmasi bilan borganman o'z o'tga. Keyin 50 ming olib qayerga ketdingiz? 50 mingni olib Hojimat Sobir akaga telefon qildim. Mana shunaqa holat bo'ldi, 50 ming pul berib yubordilar dedim. Xo'p, Xonobodga borasan, Akmal akaga 14 ming pul berib yuborasan dedilar. Xo'p dedim-da, keyin 36 mingni Vodiy Pitakka qarab yursang, telefon qilib olishadi sendan dedilar. Vodiy borishimiz, ketayotganimizda Azimni ish chiqib qolgan sababli Shohjahon akamni oldilariga shu 12-bekat, metro 12-bekatning yonida ko'rishdim ular bilan. Ularning mashinalarini borib, shu berilgan pullarni Akmal akaga emas, Fayzul akaga berdim. Akmal aka yo'q ekan uylarida chunki. Fayzul akaga tashlab ketdim 14 mingni, Akmal akaga berib qo'yarkansiz deb. Keyin chiqib, u Fayzul akaga berganingizda shunda Shohjahon guvoh bo'lyaptimi? Ha, bor edi Shohjahon. Hop, keyinchi. Vodiy Pitakka borib, u odamni men tanimayman, notanish odam. Men telefon qilganim uchun, o'sha Sobir akam etuvdilar deganim uchun men berib yuborganman pulni. Hojimat Sobir ekan odammi shunda? Ha, Hojimat Sobir ekan. Hop, bu berganingizni kim ko'rgan? O'tdan Jahon akam bo'lganlar. Shohjahon. Yana bitta savol aniqlik kiritib olish uchun biz ham ma'lum uchun. Hojimat Sobir bilan qarindoshlik darajangiz bormi? Yo'q. Bu akam deyapti, akangiz deyapti, bu nima? Qanaqa aka? Yo'q, endi men ko'chadan mana 2023-yildan beri taniyman u insonni. Qarindoshingizmi? Yo'q, qarindoshim emas. Marhamat, jabrlanuvchi savolingizni eshitamiz. Telefon o'chib qoldi menimcha. Oybek aytayotdiki, o'zi aslida oti Abdurahmon. Shu buni xodimlar majburlab yozdirishibdi.
Birinchi to'xtam o'sha bo'lim boshlig'i to'g'risida xonada aytilganki, aka bugun mani to'yim noto'g'ri bo'lib qoladi deb aytganga biroz gaplashib olayotgan. Birinchi xonaga kirib turib birga gaplashganmiz o'zaro. Gaplashganimizdan keyin o'zi iltimos qilgan xodimlarga ko'chaga chiqib turib yozib bersam maylimi, gaplarni o'zaro gaplashasan dedi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu aytyaptiki, o'sha videoni ko'rsak bo'ladimi? Yonimda mana kimdir turganini, boshqa narsa turganini, biz eshikdan chiqayotganimizda eshik tagida otasi yana 3-4 odam turgan edi. O'sha payt bo'ldi, Rashod yozib bersam, yo'q, aka, nariroqga o'ting, nariroqga o'ting. Endi o'zi tan olsa, men bilmadim, nariroqga o'ting deb turib, sal yo'roqda yozdirmagan. Qaysi joyda unga majburlashibdi, men bilmayman. Endi videolarni biroz ko'tarsanglar, haqiqatdan video bor bo'lsa, o'tda yarni ko'rsatilgan. Datasini men endi esimga tushdi. Men yozdirmaganman, datani yozgan u sababi menda polni diktofonda yozib anonda video tasvirda yozilgani bor. Men unga aytmaganman, 6-da yozing deb. Haligi aytgan narsasiga mana esimga tushib, hozir videolarni ko'rib turganimda o'zi yozgan edi. Savolingiz nimadan iborat? Savolingiz. Keyin ikkinchi savol. Bu aytayapti, Sobir degan qahramonga degan odamga 40 ming pul berdim deyapti. Xo'p, kelguv jarayonida Oybekning o'zidan aytilgan-ku, haqiqatdan 40 ming dollarlik mashinani pulni sizga berdim deb o'zi aytdi-ku. Haqiqatdan firmani ochtirganini, krediti bor mashinani Sobirga sotib olganini, qahramonga sotib olganini tergovda misol uchun ko'raylik bu narsani. Nima uchun tergovga shunaqa ko'rsatma berdingiz? Savol shunaqa. Marhamat. Men unaqa ko'rsatma bermaganman, hurmatli rais etuvchi. Ko'rsatmamda menga to'g'ri mashina olib berasan deb turib chiqqanlar, 2000 dollar pul. Ularni endi menimcha o'zlari bilan yuzlashgan paytda aytganim ma'qulroq bo'ladi. Lekin unaqa ko'rsatma umuman berilmagan. Bu noto'g'ri anaqa gapiryapti hozir. Marhamat, savolingiz bormi? Savolingiz bormi? Yo'q, hozir 3 ta savolim edi. Bitta prosta men boshqa savolim yo'q. Boshqa savolim yo'q. Bitta qo'shimcha savol bor. Marhamat, bering. Amonovga advokat Ahmedov. Siz mana olib ketishdi, siz ro'dagi ichki ishlar organidan. Qancha vaqt davomida siz bu ushlab turishdi? Soat 6:30dan taxminan soat 1gacha, kechqurungi 1gacha. 29-ga o'tar kechasi. Sizga nisbatan ushbu payt ushlab turishga qanaqadir asosli hujjatlar rasmiylashtirilganmi? Ushlab turish bayonnomasi? Yo'q, menga faqat o'zimdan anaqa tushuntirish xati olishdi. Lekin ariza bo'yicha hech qanaqa ma'lumot berishmadi. Ariza bo'yicha yoki boshqa narsa bo'yicha. Tushuntirish xatingizda siz nech pul olib ketdim degansiz? 90 ming pul olganman. 90 ming bo'lgan o'zi. Bitta savol. Mana shu tushuntirish xat tilxat yozishingizdan oldinroq bo'lganmi yoki keyinroq? Birinchi nimani yozdingiz? Tushuntirish xatini? Tushuntirish xatini yozdim. Bu boshqa savol yo'q. Yo'q, boshqa savol. Savol ma'lum. Marhamat. Mayli savol bersam? Ha, marhamat, eshityapsiz. Nima sababdan 90 ming pulni olgan bo'lsa, nimaga o'sha yerda menga aytmadi, menga qara. Mana biz bilan ikkalamiz turibmiz. Bu aytayotganda militsiya xodimlari yo'q. Men senni 40 ming emas 90 ming olganman, tashlamasangiz 90 ming olib beraman nimaga? Bunga hech kim bosim qo'yayotgani bosim o'tkazilgan, xo'p. Lekin biz ko'chada bo'lganimizda o'sha videoda haqiqatdan endi buni olishgan bo'lsa, videoni ko'tarishsin, ko'rishsin. To'shda bizning yonimizda hech qanaqa bironta xodim yo mani akamlar, ukamlar, ocham hech kim menga yaqin odam bo'lmagan. Biz
Bo'ldimi? Qolgan masalani ham inkor etishyapti bular. Umuman oldi sotdi, yangi avtomashina oldi sotdi haqida kelishganlaringiz. Bu uchun aynan $140,000 pul kerakligini aytganligini inkor etyapti. Eshitilyaptimi? Ma'lum bo'lib yozdi, javob bersam, hurmatli rais. Eshitilyaptimi? Avtomashina oldi sotdi haqida kelishganingizni. Bu uchun $140,000 kerakligini aytib, bular aytganini ham inkor qilishyapti hozir. Bu mayli 140,000 bilan 90,000 o'rtasidagi farqi. Umuman qachon kelishgansizlar? Aynan 140,000 deb qachon aytishgan? Hurmatli rais etuvchi, endi bitta narsa, bu mayli hamma narsasiga, men bir joyga hech qanaqasiga bu joyga gapirmasam bo'lmaydi. Qanaqa qilib pul odam, mana misol uchun insonning sifatidan qarasangiz, bu aytyaptiki 140,000 ga yozdirishgan deyapti, lekin o'tda o'zi yozib bergan-u, hech qanaqa xo'p nima sababdan bu 140,000 yozyapti, 90,000 emas. Aytyaptiki, o'sha yonida kimdir bor edi, hozir yonida hech kim yo'q edi. Video tasvirni shundan ko'tarishsin. Savol. Aytyaptiki, $40,000 to'g'risida berganman deyapti. Yuzlashtirish o'tkazamiz, marhamat bayonomaga yozamiz. Sudlanuvchi hamda jabrlanuvchi o'rtasida yuzlashtirish. Bizani qaytib chiqayotganimizda ikkita xodim, o'sha meni to'yimni olib ketayotgan xodimlar kuzatib birga chiqqan. O'sha IIBning yonida astanovka bor. Astanovkaning burchagida turib, boramki borib turib, yozib bergin deb turib, IIB xodimlari aytgan. Men o'sha yerda pastroda bir 50 metr, 60 metr uzoqlikda bo'lmagan joyga borib turib, tilxatga yozib berganman. Tilxatda nima sababdan 140,000 ga yozdirilgan degan savollariga bular o'zlari aytganki, 90,000 ga 140,000 ga yozib berasiz degan. 90,000 ga yozaman deganimda, unda qonuniy chora ko'ribroq olishsin deganlar. Shuning uchun ham men boshqa imkoniyatim bo'lmagani uchun yozib berganman. Marhamat. Endi bu itoatda bosim 140,000 deyapti. Nima sababdan ichkarida bosim bo'lganda otasiga yo onasiga yo yaqin o'ziga qarindoshlariga chiqib turib aytmadi, haqiqatdan mana menga yonida hech kim yo'q edi, militsiya ham yo'q edi, men ham yo'q edim grubiga. Nimaga aytmadi? Ota, ona, aka, uka nima menga bosim o'tkazilyapti. Muborak Xo'jayev, eshiting. Yurib ishlash o'rniga aytinglar deb nima sababdan aytilmadi bu? Muborak Xo'jayev. Shu ko'chada deysiz, ikkalamiz. Eshityapsizmi? Ha, eshitaman. Aynan avtomashina oldi sotisi haqida qachon gaplashgansizlar? Oktyabr oylarida. Oktyabr oyida. Oktyabr boshlarida. Yuzma-yuz ko'rishib gaplashganmisiz? Yo'q, yuzma-yuz men O'zbekistonda yuzma-yuz ham gaplashganmiz, o'zaro interes проявляться qilingan, misol uchun nima qanaqa. Keyin уже yechimga kelganimizdan keyin уже nima bo'lardi? Yechimga kelganimizdan keyin telefonda gaplashdik, haqiqatdan mana pulim keldi dedim, 140,000 pulim keldi dedim, mana shu pulga ish qilsak bo'ladi dedim. Xo'p, telefonda gaplashgan paytingizda sizga telefon qilishganmi yo siz telefon qilganmisiz? U bir nechta razgovor bo'lgan oramizda. Bir marta bo'lmagan. O'sha birinchisi qanaqa bo'lgan? Lekin birinchisi o'sha interes проявляться qilingan. Nechta pul qanaqa qoladi, nima qoladi, примерный стоимость keyin telefon sizga telefon qilishganmi yo siz telefon qilganmisiz? Yo'q, men ham telefon qilganman, u ham telefon qilgan. Birinchi razgovor kimga qo'ng'iroq qilgan? Men ham Oybekga qilganman, u ham menga telefon qilgan. Lekin oxirgisida, Yo'q, oxirgisi keling, mavzusi qarang. Oybekni kim orqali tanidim dedingiz? Sobir orqali. Sobir orqali tanidingiz. Keyin Oybek bilan gaplashdingiz, ha? Yuzma-yuz ko'rishib gaplashdingizmi? Yo'q, yuzma-yuz уже ko'rishmadi, o'sha telefonda, chunki men u telefonda. Xo'p, Sobir orqali Oybek bilan tanishgan ekansiz. Telefon raqamini ham Sobirdan oldingizmi? Yo'q, biz tanish bo'lganmiz-ku, menga necha marta pullarni menga bu bergan-u. Pul bergan? O'zi olib kelib bergan pulni. Qanaqa pul olib kelib bergan? Sobir bilan ish qilib yurganimizda. Ha, demak Oybek sizga Sobirni pulini olib kelib berib yurgan. Shunaqami? Da, o'sha avgust oylarida, mana shunaqa sentyabr oylarida
tanishimiz, qanaqasi tanishmasmiz. Shapshingilar ko'tarsiz misol uchun. Hozir Hojimatov Sobirni siz oldingizda qarzi bormi? O'zaro bo'lgan. Eshityapsizmi? Hojimatov Sobirni siz oldingizda qarzi bormi? Yo'q, u bor. U lekin bir-biriga taalluqli narsa emas. U shuncha qarzi bor ko'chada uni. Shunga. Hojimatov Sobirni siz oldingizda qarzi bormi? Nima deysiz? Qancha qarzi bor? Yo'q, ahamiyati yo'q u narsani, chunki men pulimni ololmayman. Shunga. Hojimatov Sobirni pulini jim turib turing. Hojimatov Sobirni pulini 5-6 marta menga olib kelib bergan deyapsiz. Hojimatov Sobir oldin menga olgan pullarini qaytarib olib kelishdi, sudlanuvchi olib kelgan. Shunaqa holat bo'lgan? Bularga hech qachon men pul olib bermagan. Pul olib bormaganman deyapti. Faizi bilan kelib turib necha marta Sobir ukasi bilan necha marta olib keldinglar pulni? Ofisdagi. Hojimatov Fayzullo deyapsizmi? Hojimatov Fayzullo deyapsizmi? Ubaydullo. Fayzi bilan necha marta pul olib kelishdi? Hojimatovmi familiyasi? Ha. Ismi Fayzullomi? O'zaro biz ish qilgan. Ha. Fayzullo. Demak, Hojimatov Fayzullo bilan kelib sizga pul tashlab ketishgan, shunaqa? Ha, endi biz Sobir bilan ish qilganmiz. Hojimatov Sobir bilan ish qilganmiz. Hojimatov Sobir olgan pulni, ha? Hojimatov Sobir sizdan olgan pulni Hojimatov Fayzullo bilan birga kelib tashlab ketishgan sudlanuvchi sizga. Shunaqami? Da, u biz har kun pul masalasida biz har kun ishlayerdik, tushunasizmi? Bir xil payt o'zim borib, yoki so'rada ofisdan olib ketardim, bir xil payt olib kelib berishardi, har xil holatlar bo'lardi. Tushunarli. Shunga. Bormi yuzlashtirish yuzasidan savollar? Yuzlashtirish yuzasidan yo'q, jabrlanuvchini o'ziga bor faqat. Marhamat. Jabrlanuvchini o'zingizda yo'qmi yuzlashtirish? Yo'q. Jabrlanuvchi sizga savol bor ekan. Hozir bitta boshida siz aytyapsiz, sizni Oybek bilan Sobir tanishtirdi deyapsiz, to'g'rimi? To'g'rimi? No, Sobir orqali tanishdingiz deyapsiz. Da, shunaqa. Hojimatov Sobir orqali tanishdingiz. Orqali tanishdim. Endi siz ko'rsatmalaringiz boshida gap aytdingiz-da. Men Sobirga не то что 140 ming, 1 so'm ham bermayman deb ko'rsatma bergan bir vaqtingizda Sobir orqali tanishgan shaxsga 140 ming beryapsiz. Bu holatga qanaqa izoh berasiz? Men bu holatga izoh bera olamanki, Sobir ishlaganda Sobirdan zo'ri bo'lmagan bu ishda. Men haligacha aytaman, Sobir biz ishlagan ishda bilgan odamlarimdan eng birinchi nomer 1 bo'lgan. Imuni доверияsi не то что 140 ming, yaxshi o'sha to'g'ri ishlab Alo. Gapiring, uzilib kelyapti-da. Ha, aytamanki, Sobir ishlaganda uni ish masalasida unga не то что 140 ming undan ko'p summalar ham berilgan. Tushunasizmi? Lekin odamlarni aldab, odamlarni qaqshatib, o'zi ba'zi bir narsalar bo'lib ketgandan keyin доверие yo'qolgan. O'shanga men sizga aytamanki, не то что 140 ming, 1400 ham bermayman. 1400 ham bermayman. Xo'p, endi qarang, siz hozir o'sha odam orqali tanishgan insonga beryapsiz. Ya'ni siz hozir birinchi aytasiz, men unga 1400 ham bermasdim deyapsiz. Endi hozir u juda zo'r inson edi deyapsiz. Lekin o'sha paytda, значит, bu inson siz uchun, значит, yaxshi bo'lganmi? Oybek pul olib ketayotgan vaqtida? Yo'q, men qarang, men sizga aytamanki, men Oybek to'g'risida aytmayman. Men Sobirni avgust, sentyabr oylarida ishlaganimizda menga juda ham men bilan juda ham zo'r ishlagan. Bo'ldi, tushundim. Bundan oldin просто sherigim boshqa yonimdagi himoyachi bergan savolga yaxshi tanimagan odamingizga qanaqa pul berasiz degan savol berildi. Hozir endi umuman moshennik inson orqali tanishgan odamga ham pul berish qanaqa qilib pul berdingiz? Mana shu savol kelib chiqyapti-da. Bu savolman. Men ishlab yurganimda Oybek bilan tanishganimda Sobir aytayman, avgust sentyabr oyida tanishganimda juda ham yaxshi odam edi.
Hop, pul berilayotgan vaqtida-chi, yaxshi odammidi, yomon odammidi? Noyabrda. Noyabrda yaxshi odammidi, yomon odammidi? Men noyabrda o'sha Sobir bilan hech gaplashmasdim. Oktyabrda ham gaplashmasdim. Bu tushunarli. Bo'ldi. Boshqa savollar yo'q. Keyingi sut manzilini belgilaymiz. Hozir o'tdi. Nima ta'lim qilish Sobir bilan Oybekni? Bilmayman, kimga savol beryapsiz? Men sizga beraman. Menga savol bera olmaysiz. Hozir keyingi sud majlisiga guvohlarni chaqiramiz, kunini belgilaymiz. Антикоррупция.